To'y mavsumiga 3 ta eksklyuzivni qizlar uchun look tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Podpisatsiya tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Kolokolchikni ham bosib qo'ying, albatta like bosib qo'ying. Xo'p, boshladik. Bugun qizlar отделimizdan boshlaymiz. Qizlar отделimiz shunaqa kattaki, vыбор ko'p. Ko'ylak вечерниlarda bularni tanlash juda ham qiyin. Buni qaranglar. Shu yerdan boshlanadi, shtorlar bilan u yog'i ketdi oxirigacha. Ikkita mana shu xuddi do'kondek joy полный вечерний ko'ylaklarga ajratilgan. Bunaqa assortiment Samarqandda hech qayerda yo'q. Xuddi optim joydek to'lib toshib yotibdi. Xo'p, endi qaranglar, bugun bizlar look tayyorlaymiz. Lookni esa sizlar bilan birgalikda вечерний ko'ylakdan boshlaymiz. Xo'p, men birinchi ko'rgan modelcham yangi kelgan partiyadagi ko'ylaklardan mana bu modelni tanladim. Sizlarga ko'rsatib o'taman birdaniga. Xo'sh, buni qaranglar, qanaqa chiroyli. Вечерний ko'ylakcha, mana bu yerlari полностью gulchali banchik qilingan, oldlari gulchali banchik. Juda ham chiroyli, подростковый razmerda bu bo'lyapti hozir. Juda ham chiroylicha modelcha, lekin необычный. Buni vitchasi ham chiroyli. Materiali atlasovый, katushka bo'lmaydigan atlas matosidan. Yonlarida esa kissachalari ham bor. Telefon solishga, pul solishga, aynan to'yga ham kerak bo'ladi. Shu yerda kissacha qilingan. Xo'sh, ko'ylakchamiz razmerlari 11 yoshdan boshlab to 16 yoshgacha to'g'ri keladi. Ko'ylakchamizning narxi 1.400.000 so'mdan bo'lyapti. Oxiri esa 1.200.000 so'mdan qilib beryapmiz, xudo xolasa. Ushbu ko'ylakchamiz mana bunaqa подростковый razmerda, plus taraflari orqa tomonlariga qarang, mana bu yerlar manjetli qilingan, ya'niki cho'ziladi. Farzandingiz jasadchalik, gavduchalik bo'lsa ham bemalol bu to'g'ri kelaveradi va zamoklari ham sifatli qilib ishlangan, yaxshi ochilib yopiladi. Oldlariga ham nusxalari juda ham cho'lcha. Bunga moslab endi oyoq kiyimcha podbor qilamiz. Mana bu yerda podbor qilib qo'yganman o'zi, tayyorlab. Qaranglar, mana bu oyoq kiyimchamiz Aksiusha firmasidan juda ham sifatli. Xitoyniki, mana bunaqa kablukchali, juda ham chiroylicha modelchada. Aynan shunga mos keladigandan, rozviga, oppoqchasi, juda ham chiroyli toshlar bilan bezatilgan. Pekin fabrichni Xitoyning oyoq kiyimchasi. Buni qaranglar endi. Razmeri eng zo'r tarafi 31 razmerdan boshlab 37 razmergacha полный razmerlari bor. Narxi atiga 195.000 so'mdan ushbu oyoq kiyimchamiz sotilyapti. Va bu ko'ylakcha bilan juda ham chiroyli lookcha chiqyapti. Bu birinchi lookimiz bo'ldi. Buni mana bu yerga olib qo'yib turamiz hozir endi. Xo'sh. Birinchi look tayyor, ikkinchi look esa men bitta mana bu ko'ylakni tanlamoqchi bo'ldim. Bu ko'ylakcha vobshe juda ham chiroylicha chiqqan modelchalardan bittasi. Yangi kolleksiya Paps firmasidan juda ham chiroylicha, materiallari ham, dizayni ham qaranglar, qanaqa bejirimgina qilib ishlangan. Bu o'zi oldi boshqacharoq dizayn, banchik fasonda qilib ishlangan, bogati peshni qilib, oldlarida gulchalari ham bor. Bu ko'ylagimizda ham xuddi shunday karmashka kissachalari bor va bu yebellari ikki tomonda esa mana bunaqa manjetli qilingan bo'lib, farzandingizga bemalol to'g'ri kelaveradi albatta. Razmeri 11 yoshdan boshlab 16 yoshgacha to'g'ri keladi. Narxi xuddi boyagidek 1.400.000 so'm, 1.200.000 so'mdan oxirgi narxi sotilyapti. Ushbu ko'ylagimizga oyoq kiyimcha podbor qilib olamiz. Hozir xo'sh, mana bu yerda boya tayyorlayotgandim. Mana bu oyoq kiyimchani tanlab olsak, bejvichani aynan shu oyoq kiyim bunga mos tushadi mana. Qaranglar. Oyoq kiyimcha qanaqasi. Narxi 195.000 so'm. Boyagi firmadan juda ham chiroylicha bu modelchani kablukcha oldi ustkicha fasonda chiqqan modelchasi bo'lyapti. Необычный fasonchada. Aynan shunga mos rassetkacha bilan. Ikkinchi lookchamiz oyoq kiyim narxi 195.000 so'm, razmeri 32dan to 37-razmergacha. Ikkinchi lookimiz. Uchinchi lookimizga esa men sizga hozir zo'rni ko'rsatmoqchiman. Ya'ni kichkina qizlar uchun ham mana bunaqa pishni obruchli ko'ylagimiz mana. Ozdo ko'ylagimiz bu ham berilgan edi. Ranglari har xillaridan bor. Bu yerda xilma-xil, xohlasangiz izumrudni, xohlasangiz bejvi, xohlasangiz bordoviy, mana bunaqa qizil, qora, oq, zolotistый, fioletoviy, farqi yo'q, любой rangdan bor. Yengli, yengsiz, hamma xilidan top berishga harakat qilamiz albatta. Ushbu ko'ylagimizni men hozir izumrudni rangidan tanlamoqchiman. Sababi juda ham bogati. Bu rang aynan qish faslida trendda chiqqan modellardan bittasi. Juda ham haddivoy sotgan edik. Mana shunaqasi bilan, mana. Aynan shu tomoni bilan ham bu ko'ylakni biz haddivoy qilib sotganmiz. Juda ham zo'r ketgandi. Razmeri eng zo'r tarafi. Farzandingizda 2 yoshligidan boshlab to 11 yoshligacha bemalol to'g'ri kelaveradi. Obruchli. Obruchlarni ham ko'rsataman bitta.
to'liq holda bu yerga chunki YouTube formatligi uchun to'liq gapira olaman. Mana bunaqa 3 qavatlik obruch qilib ishlangan mana. 1 2 3 obruch tagli bu yerda korset bilan, ana unaqa klevoy bilan qilib ishlanmagan. Buni klevoy bilan ham qilsa bo'ladi, arzon tushadi, lekin sifatsiz chiqadi. Bu qavatlari ham ko'p, mana bu kapronlarning qavatlari ham ko'pgina, чтоб pishni turishi uchun va ko'ylak chiroyliroq ustidan turishi uchun matosi. Mana bu matosi atlas mato bo'lib, atlasning sifatli matosidan qilingan, ya'niki katushka bo'lib ketmaydigan, kuchukcha deyishadi ko'pchilik, kuchukcha bo'lib ketmaydigan matodan qilingan. Oldagi mana bu polni ukrasheniyalari qo'l mehnati bilan qilingan. Bu yerda keyin yopishtirilgan albatta. Ko'ylakchamizning orqa qismlari korsetli fasonda, mana bunaqa ipchalik bog'lanadi va ozgina zamochkachasi ham bor. Farzandingiz jasadli bo'lsa ham, ariqcha bo'lsa ham birdek to'g'ri kelaveradi, sababi korsetchasi bor. Yengchasining dizayni juda ham chiroyli. O'zi yengsiz model. Mana bu yelkachasiga ozgina pagoncha fasonchada chiroyli yengcha yaratilgan bu yerda. Qavat-qavatcha qilib, juda ham chiroyli chiqqan nejnicha fason. Orqalari ozgina shlefchasi ham bor, mana bunday qilinganda bilinadi va shlefchasini mana bu ukrashenchasi ham bor. Ochilmayapti ozgina. Mana. Ko'ryapsizmi? Shunday qilsa agar xuddi shunday. Juda ham chiroyli ko'ylakchamiz. Narxi 1,5 million so'mdan sotilardi avval. Bu ko'ylaklarimizni narxi esa hozirda 1 million 300 ming so'mdan qilib qo'yapmiz. Bu chunki polni уже 3 qavatlik obruchdan kelgan. Xo'sh. Bunga oyoq kiyim tadbir qilamiz. Bu boyagi tanlanganlar. Yakta oyti, so'yib oyti. Mana bu tufli kadoma tanlab qo'yaymi? Ha, o'zi tayyor kelmi? Menmi? Zo'r. Bu ham juda ham chiroyli tuflika. Qaranglar qanaqa nejnicha fasonchada, oldlari ochig'i, yoz fasliga mos keladigan kablukchali. E'tibor bering, ko'rsatayotgan kablukli oyoq kiyimlarim kabluki baland emas va noqulay bo'lmaydi sizning farzandingizga. Ya'niki bemalol kiyib yuraveradi, oyog'ini og'ritmaydi, sog'liqlariga zararli tegmaydi. Juda ham chiroyli, kablukchasi pastgina fasonda. Lakirovanный bo'ladi, ustidagi mana bunaqa yana ukrasheniyalari ham bor albatta. Razmeri qachon обещишь? 26 dan boshlab to 31 razmergacha pachkasida, seriyasida. Narxi 195 ming so'mdan mana seniklari ham yopishtirilgan. Bu lukimiz o'sha 3-luk bo'ladi. Buni ham hozir shtorliga ilib, sizga polnisi ko'rsataman. Xo'sh. 3-lukimiz. Endi bularni esa albatta polni vid berib, o'zini to'ldirib turadigan narsa albatta karonachalari bo'ladi. Hozir bularga moslab karonachalarni ham sizga ko'rsataman, qanaqalari bor. Oyoq kiyimlar bilan mana. Mana bu koronachalarni qaranglar. Har xillardan bor. Do'konimizda ko'ylaklarga moslashtirib siz koronalarni ham tadbir qilib olishingiz mumkin. Mana bu koronaga qarang. Bu koronani men mana bu modelga tanlamoqchiman. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Bir-biriga mos tushadi. Mana bunaqa ikki xili bor yana qizlarga. Xohlagan xilingizni tanlab olishingiz mumkin. Modellari ko'p. Bundan tashqari modellar ham bor yana. Mana bunday qilamiz bunisiga. Bunisiga esa mana bunisini qo'yamiz ana. Koronachalarni. Mana 3 xil lukchamiz tayyorgina bo'ldi. Narxlar bilan polni obzor bilan qilib beryapmiz va bu ko'ylaklarimiz hammasi Turkiyada ishlab chiqarilgan Ozzo va Paps brendlariga mansub bo'ladi. Sizga luklarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like-chani bosib qo'yasiz. Xuddi shunaqa sizga ham ko'ylaklar, вечерний ko'ylak yoki deb bo'lmasa, mana bunaqa kostyum shimlarimiz ham kerak bo'lsa agar, bemalol Kidsmal profilimizga murojaat qilishingiz mumkin. Xohlagan turdagi ko'ylaklaringizni chotka qilib taxlab beramiz albatta. Kidsmal farzandingiz quvonchini biz bilan yarating.